Assalomu alaykum. Bu odam gazi berilmasin ishchi o'rni yaratiladi dedi Alisher Qodirov. Sizlar ham o'g'illaringizni harbiya qo'ymanglar. Hech qachon sizlar ham shart qo'yinglar. Xalq chiqib shart qo'yish kerak ana shunday telefonda aytib. Harbiy xizmatga qo'ymanglar o'g'illaringizni, foydasi yo'q. Bizning vatandoshlar o'g'illarini qo'ygan, kimlardir qo'ygan ko'pchilik. O'yliga keldi harbiy xizmatdan. Sizlar o'g'illaring sog'ligi kerakmi yo o'yligi kerakmi davlat? Qaror chiqaraversin, foydasi yo'q uni. Qaror chiqargani bilan aka. Vatandoshlarni shuning. Va Alisher Qodirov gazi qirqdimi, gaz berilmasin dedim. Sizlar ham o'g'illaring harbiy xizmatga qo'ymanglar. Hech narsa kelmaydi qo'yladi. Tamom. O'g'illaringga aytib qo'yinglar. Ko'chada misol uchun voyenkamata chaqirsa, qog'ozga qo'l qo'y desa yo ko'chada ana voyenkamata odamlar qo'l qo'y desa, qo'l qo'ymasin hech narsaga qog'ozga. Hech narsaga qo'l qo'ymasa hech narsa qila olmaydi bular. Nima uchun deganda, misol uchun men o'zim qo'l qo'ymaganman, bormayman ham, bormagan ham harbiya. Xizmat degan narsa vaqti kerak emas. U o'zini vataniga pul to'lab xizmat qilish u ahmoqgarchilik u. Vaqti qo'yib o'tirmanglar, foydasi yo'q uni akalar, iltimos sizlardan. Necha millionta vatandoshlarimiz farzandini o'liklari kelyapti grobda. Harbiy xizmatda. Buni eslaringdan chiqarmanglar. Gazi qirqdimi Alisher Qodirov? Harbiy xizmatga ham bormaydi bolalarimiz deb aytinglar. Qo'rqmasdan aytinglar, hech narsa qila olmaydi. Tamom. Men ham oilali odamman, o'g'lim bo'ladi katta. Umuman qo'ymayman men. Maktab bitiradi, biron bir hunar o'rgansin, mashina taxlashni ustochiligiga qo'yinglar, tamom. Harbiy xizmatga qo'ymanglar. O'zbekistonga. O'yliga keladi aytib qo'y. Alisher Qodirov ko'p gapiradi, o'zicha o'tira olib, bu prezidentda o'zini yaxshi ko'rsatdi, bu Jizzaxdanda. Gazi qirqdimi qo'ymanglar sizlar ham hech qanaqa. Hech narsa ham qo'ymaydi.